Demak, mana fleshga tayyor. Windows yozib bo'ldim. Ana endi Windows o'rnatishdan oldin birinchi navbatda C diskni hajmini ko'rib olishimiz kerak. Chunki C diskda bilamizki, format qilganimizda hamma narsa o'chib ketadi. C diskda рабочий stoldagi barcha fayllarimiz kiradi. C diskka mana bunday загрузки yoki mana dokumenti degan har bittasi C diskda joylashgan bo'ladi. Demak, shularning hammasini men boshqa diskka ko'chirdim va C diskni hajmini bilib oldim. Chunki format qilishimizda nomi o'zgarsa ham uni razmeridan bilib olishimiz mumkin. Demak, C disk menda 100 GB ekan. Ana endi siz ham Windows o'rishingizda fleshkani kompyuterni o'chirib, перезагрузка berib, yonayotgan payt ulashingizni tavsiya qilaman. Chunki kompyuterda qandaydir virus bo'ladigan bo'lsa, fleshkaga kichikkina o'zgarish kiritadigan bo'lsa ham Windows o'rnatish jarayonimizda xatolikka duch kelishimiz mumkin. Shuning uchun hozir kompyuterni перезагрузкаga beraman va o'chib yonish paytiga fleshkani ulayman hamda F2 tugmasini bosaman. Fleshkani uladim. F2 ni bosyapman. Mana bu BIOS deyiladi. Hozir BIOS bilan загрузочный menyu degan narsani tushuntirib berishim kerak bo'ladi. BIOS degani bu asosiy sozlamasi, ya'ni Windowsdan oldingi ham umumiy bo'lgan kompyuterning sozlamasi hisoblanadi. Kompyuterlarda, asosan notebooklarda F2 bilan BIOSga kiriladi. Домашнийlarda del knopkasi bilan ham BIOSga kirishimiz mumkin. BIOS orqali biz o'sha загрузочный fleshka deydi, ya'ni Windows yozgan fleshkamizni sozlab berishimiz mumkin. BIOSdan o'zimizga birinchi bo'lib qaysini загрузить qilishini berishimiz kerak bo'ladi. O'zi Windows urishda ikkita imkoniyati mavjud. Birinchisi to'g'ridan to'g'ri mana shu joyda mana masalan men fleshkamni tanlab Windows urishga kirib ketishi mumkin. Ba'zi kompyuterlarda bu bo'lmaydi. BIOSda boshqacha sozlama bo'lishi mumkin. Yana bitta yo'li mana bu boot menyudan birinchi o'ringa sizda F5, F6 bilan tartibini o'zgartirish yoki birinchi o'ringa o'sha fleshkani tanlash bo'lishi mumkin. O'sha orqali birinchi o'ringa o'sha fleshkani qo'ysangiz, keyingi safar kompyuterni yoqish paytingizda kompyuter birinchi bu fleshkadan ma'lumot izlaydi. O'shanda Windowsga tushib olishi mumkin bo'ladi. Hozir menda birinchi yo'l bilan ketaman, ya'ni mana bu fleshkamning nomi shunchaki bosaman va istalgan tugmani bosamiz, Windows o'rnatish boshlanadi. Boya aytib o'tganimdek, bizga C disk kerak edi. C diskning общий razmerini bilib olgan edik, 100 GB. Mana endi mana bu bizning D disk, bu boshqasi edi. Endi men C disk ustanovka qilishimdan oldin uni formatirovat qilib yuboraman. Hech qanday xavotirga o'rin yo'q, faqatgina C diskdagi o'chadi. O'shaning uchun ham biz Windows urishdan oldin C diskni tozalab olgan edik, рабочий stoldagi va boshqa joydagi fayllarimizni ko'chirgan holatda. Demak, C disk tanlaysiz va delete tugmasini bosamiz. Endi biroz vaqt kerak bo'ladi. Mana bu foizlar to'liq to'lib, kompyuter o'zini bir necha marotaba перезагрузка beradi. Demak, kompyuterning nomini kiritishimizni so'rashyapti. Admin deb qo'ya qolaman men. Parol qo'yish, parolga biror bir parol kiritishimiz mumkin.
Qo'shimcha savol beryapti. Qaysi parol ishonchli bo'lishi uchun? Propustik ko'ramiz. Yo'q, baribir savol kirit deyapti. Keling, istalgan bir sonlarni yozib tashlaymiz bunga. Mana bunday joyda netni bosamiz. Bu qo'shimcha imkoniyatlar jurnalga yozish, shunga o'xshash, bu kerak emas. Demak, mana kompyuterimiz tayyor, Windows o'rnatib bo'ldik. Endi qo'shimcha jihatlarini ikkinchi video darsimizda, bundan keyingi video darsimizda driver o'rnatish va qisqagina sozlamalar haqida batafsil ma'lumotlar berish bilan birgalikda ularni amalda ko'rsatib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.